Hammaga assalomu alaykum. Bugungi videoda siz bilan kompot. Siz yaxshi ko'rgan kompot. Hozir men o'tirib o'ylab qoldim va oynaga qarasam, kun judayam zo'r ekan. Hech qanaqa bulut yo'q, yomg'ir yog'ayotgani yo'q. Bir ikki videolarimda shunaqa bo'lgan. Podpisalashingiz ham mumkin. Ketdik do'stlar. Men judayam ko'chaga chiqib o'ynagim kelyapti. Jitil Koreshnevodaga borib, uyga borib chaqirib chiqsam ekan deb o'ylayapman. Shuning uchun hech qayerga огородga chiqqim kelmayapti. Shunchaki aylangim kelyapti. Chunki bugun menda dam olish kunim. Jitil judayam yoqimli is bo'lyapti. Tipa suv, har xil всякие птицаlar chiqirdashi ham eshilmoqda. Jitil Jitil qanisan? Kravating qayerda? Jitil qayergadir ketgandir, uzoqroqqa, например, городga ketgan bo'lishi mumkin. O'zi bilan kravatni, men Jitil oq bilan aylaman. Jitil, oy, fioletovidagi bilan ham birgalikda turgan ekan. Jitil, qalay, aylamizmi birga? Kompot, anqirma, nima qilyapsan? Bu yerda Jitil Koreshnevodaga uxlayapti. Sen uni uyg'otib yuborishing mumkin. Nima bo'lmoqda? Men nimani tushunmay qoldim. Kompot, Jitil shaxtaga ketdi. Nima? Jitil shaxtaga ketib izumrud olib kelgan edi. Qani ko'ray bir marta. Jitil. Fu, sulak ham olib ketibdi. Ha, redki izumrudidan bu. Nima? Qanaqa izumrud? Redki izumrud uni topgan odam eng boy odam deb hisoblanadi. Что? Men hech kim olmaydimi uni? Yo'q. Uni topgan odam olish kerak aytgancha. Bugun уже u bir haftadan beri o'zida uxlayapti. Bugun 3-kun demoqchi edim. Vau, mana o'sha izumrudlar, mana o'sha redki izumrud. Ha, Jitil bir haftadan uxlayapti. Endi nima qilishni bilmayapmiz. O'g'ilchiga yordam berasan. Yo'q, endi uxlayotgan bo'lsa, uxlasin. Shuncha izumrud olib keldi bizni qishloqchamizga. Bu Minecraftda doimgi hodisa bo'lishi ham mumkin. Chunki men ham 99 kun uxlashim mumkin. Bilib olamiz, qaraymiz. Mana o'sha izumrudlar. Ha, kompot, unda nima qilamiz? Yur, birgalikda aylanamiz, ha? Zo'r bo'lardi. Hozir pogodaga qarasangiz, Jitilni qoldirsam bo'larmikan? Bo'ladi. Qo'ysang-chi, uxlab yotibdi, birovni yeb ketmaydi. Nima deb o'ylagandi, kompot. Yur, birgalikda ayladik, biroq o'sha izumrudni olib kelyapti. Yigirmanchi kun. Hammalarga assalomu alaykum. Men uxlab qoldim. Hali erta turibman-ku. Hammalarga assalomu alaykum. Mening ismim Roma. Men nimagadir buni aytmoqdaman. Bilmayman nima uchun. Bugun ham kun judayam zo'r bo'lmoqda. Birga chiqib aylansak bo'ladi. Jitil Koreshnevodaga chaqiraman, o'sha turgan chiqar. Уже qanchadan beri uni ko'rmay qoldim. Ketdi, unda birgalikda Jitil Koreshnevodagini chaqirib kelamiz. Jitil. Kirsam maylama. Jitil. Jitil hali beri uyqudan turmadimi? Nimaga? Jitil. Tezroq ularning yoniga borishga. 20 kundan beri uxlamayapman. Shunaqa. Jitil yoniga boramiz. Hali beri oynasi yopiq. Tak. Alo, tuk. Jitil. Bu Jitil 20 kundan beri uxlamayapti. Men unga pechenya ham olib keldim, молоко ham olib keldim. Hech kim turmayapti. Lekin любой Jitil sut va pechenya isida turib ketishim mumkin. Даже sen kompot. Ha, men ham turib ketgan bo'lar edim. Kitti yozgan bo'lam. Ha, olishim mumkin 20 kundan beri turib. Da. Nima deysan? Qattiqroq ayt. Bu Jitil 20 kundan beri ko'zini ochgani yo'q. Bosh o'ynak bo'lishi mumkin. Unda oynalarni ochaylik, svetdan turib ketishi mumkin. Jitil, alo. Yo'q, turmayapti. Jitil, budilnik qo'ydim, tur. Niyat, uni xurillashi qattiqroq ekan bizning budilnikdan. Ha, unda qara kompot, men kolonka olib keldim.
Nima? Kalonkani o'chir hozir, meni quloqlarim yorilib ketadi. Hop, Kompot, hop, mana o'chirdim. O'chirdim dening, baribir men o'chirdim-ku. Turmadimi hech? Yo'q, turmadi. Oy, bu jetelga nimadir bo'lgan, men bilmayapman nimaligini. Tfu, bo'ldi, turib qolar. Oynalarini ochdik, kompot, nima? Kompot, nima deb, nima meni chaqirganday bo'ldi u. Yo'q, 51-kun. Так, jetellar, kompot hamma jinoyatmi? Yo'q, jetel korичневdek kelmadi. Ha, uni men judayam ko'pdan beri ko'rmay qoldim. Aqarot ham chiqmayapti. U 51 kundan beri uxlayapti. Nima? 51 kun nima? U 51 kundan beri uxlayapti. Yuringlar jetellar, sizga ko'rsataman. U shuncha ko'p izumrud topaman deb shunchalik charchab ketgan o'xshaydi. Shuning uchun 51 kundan beri uxlayapti. Nima kompot bilan tezroq qutqarish kerak. 51 kundan beri suyib yemab qo'ysa, o'chmagan bo'lsa o'lib ketadi. Nima? Ha, u o'lib ketadi. Uni qutqarish kerak unda. Kompot qanaqa qutqarish mumkin? Sen qutqarishing mumkin uni faqat. Yo'q, medik chaqirish mumkin ekan. Так, uni pulsini kerak bo'lmadik. Pulsi hammasi zo'r, hammasi yaxshi. Dihanyasi ham hammasi normada. U doimgi odamdek uxlayapti. Hech narsa o'zgarmagan, hech kimisi kiyish ham shart emas. Oddiy to'yib odamdek. Kompot nima bo'layotganini bilmayapman. Men ham bilmayapman nima deyapsiz. Jetel tura qol. Tegmasangchi odamga. Uxlab yotibdi u odam. Nima qilyapsan? Meni aldab chaqirgan bo'lsanglarchi. Nima qilaring? Sizni aldab chaqirmadik. Xohlasangiz merdan so'rang. Xohlagan bir jetelingizdan so'rang. Bizlar bu jetelni turganini ko'rmadik. 51 kundan beri hamma pachanalar yuribdi. Tak, odamlar, sizlarga judayam bir muammoim bor katta. Shuni topishga yordam berasizlarmi? Men gruzovik topib kelishim kerak. Hozir jetellar 5 minutdan keyin kelaman. Xo'p, у меня есть очень хороший narsa. Вот gruzovik olib keldim. Jetellar, quloqlaringizni yopinglar. Jetellar, o'zingiz tushunib olsa. Jetellar. Kompot nima edi bu? Nima qo'shding? Nima? Kompot nimalarni qo'shib tashlading? Men hozir o'lib qolmoqchi edim bu ovozdan. Kechirasan Mir. Men bu gruzovikni olib kelgandim. Kompot keyingi safar bunaqa qilmoqchi bo'lsang, nima qilay? Nima shunaqa qilaman deb. Bo'lmasa o'ldirib yuborishingni meni. Xo'p, Mir. Bunaqa boshqa qilmayman. Bu oxirgisi bo'ladi, xo'p. Boshqa unaqa qilma, olib ket mana bunga, olib ket. Xo'p. Olib ketaman hozir, hop. Qochib tur. Jetellar, qansizlar. Qochishmoqda jetellar. Mencholar qochib ketishgan o'xshaydi buni ovozdan. Конечно, ko'p vaqt o'tmasdi, turib qolar endi u jetel ham. Kechqurun bo'lyaptimi? Xo'p, uxlab qolay. Jetelni uxlagandan ko'ra meni ham uxlab qolgim keldi. 99-kun. Jetellar, endi u jetel turmasligi mumkin. Kompot, sen eshigini yopishing mumkin yoki oxirida kirib qo'yishing. Kompot, yordam ber. Jetel yo'qotgimiz kelmayapti. Kompot, u jetel bilan xayrlashib chiq. Hamma jetellar xayrlashib bo'lishdi. Boshqa aytolmayman, tezroq kir. Jetel tura qolsa o'lib ketishing mumkin. Tirik bo'lsang-chi, turar jetel. Hech nima yordam bermayapti. Nima qilamiz? Xayr, jetel, подписчикlar, xayrlashib olinglar. Bu bechora jetel bilan boshqani ko'ra olmaymiz. U Minecraft dunyosida. Kompot bo'ldingmi? Ha, mana chiqaman hozir. Oxirgi marta jetel bilan ko'rishganimiz bo'lsin. Jetel, xayrli tun, xayrli kun. Izumrudlarni olib qo'yay. Judayam bo'lmasa. Nima? Sleepy izumrud nima? Uxlatadigan izumrud ekan bu. Jetellar. Voy, jetellar. Nima bo'ldi, kompot? Jetellar, bu uxlatadigan izumrud ekan. Oddiy emirat emas ekan bu. Uxlatadigan izumrud ekan. Nima
Nima kapot nima? Ha. Bu izorotda uzoqroq olib tashla kapot. Qanchalik tez bo'lsa shunchalik zo'r bo'ladi. Tak, uxlab qolmay qocholma, qoch, yechinglar, qochinglar. Voy, yetinglar. Men bildim bu uxlatadigan izimrut ekan, turib yig'ib tushmoqchi edim. Jetel. Ha, jetel. Ha, jetel. Ha. Jetel uyg'ondi. Jetellar bu uxlatadigan izimrut ekan, hech qanaqa zo'r izimrut emas ekan. Ha, qabul, sen qarab bor ekansan, sen bilib olding bu nimaligini hammamiz bilmagan ekanmiz. Ha, kompot, sen deb men tirik qoldim. Men buni sizlarga aytmoqchi edim, lekin bu izimrutni olib boraman degancha uxlab qoldim men. Ha. To'g'ri tushunding, uxlab qoldim. Ey, Jetel, nima qilibdi? O'zing tirikliging yaxshi-ku, Jetel. O'zing tirikliging yaxshi, nima deyapsan? Ey, uxlab qolgandek deb bilmabdi. Ey, Jetel, sen Xudoga shukr tiriksan. 99 kun uxlaganingni bilasanmi? Nima? Men bilmayman. Men bir soatlab uxlagandirman. 99 kun uxlading, Jetel. Ha. 99 kun uxlading. Jetellarga ham aytaylik, bu yerda uxlatadigan izimrut turgan ekan, faqat men buni bildim. Ha, kompot, xalam sen bor ekansan, sen borligingni bildirmam. Ha, kompot zo'r. Kompot topding. Rahmat hammaga. Hamma kommentariyada yozinglar, agar bunaqa izimrut topganda nima qilgan bo'laringlar. Bugungi videoda esa xayrli aytib uxlab qolgandek qo'ysangchi. Karavotingni endi joyiga qo'yish qoldi. Voy, terlab ketibsan voy. Hammaga xayr. Podpischiklarim podpiska tashlashni unutmanglar. Bugungi videoda bizlar Jetelni uxlab qolganini bilib oldik. Buni sababchisi izimrutligini ham bilib oldik. Hammaga xayr. Podpiska va laykni bosishni unutmang.